Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr ammaki, biz qorovlab qo'ygandik. Nima dedi? Sizni. Voy. Qizim. Biz ish so'rab yoki qorovlik kelganimiz yo'q. Biz mashina olgani keldik. Yo, ko'rinishimizdan bilinmayaptimi? Ha? Yo'q, shu ko'rinishingizdan bilinyapti-da, shuning uchun aytgandim. Iya, Voy, menga qarang. Biz biramiz ikkita mashina olamiz. Uchta olamiz. To'rtta olamiz. Kerak bo'lsa. Yo, ishonmayapsizmi? Yo'q, ishondik. Faqat sal ko'rinishingiz o'xshamas ekanda. Men qarajiyan. Bu yerda odamlar kiyimiga qarab baho berar ekanda, ha? Nech pul o'zingiz bilan birga? Nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Bu kim?